Hammaga salom qadrli obunachilar, men ismim Grif. Men pardamgidek fermerman. Bugun biz ishimizga chiqishimiz kerak. Hop, qana, hoppa, naqlab eshikni yopamiz. Adam, mashina bu yoqqa nega qoldi? Tushunmadim, Jinurson. Bu mamcho meni tamorqamni nima? Nima? BMW. Qo'yil, qaysi ahmoq tomorqani ustiga BMW qo'yib ketishi mumkin. Qo'yil, hayron qoldim. Menimcha boy bo'lsa kerak. Yo, tomorqani bosib qopti-yu. Nima? G'ildirak uchib turibdi. Qo'yil, mayli, hozir buni hozir yaxshilab nima bo'ladi? Tagiga yetamiz. Undan oldin esa biz o'zimizdan nagroratishimizni qilishimiz shart. Bo'lmasa mer bizga oylik bermaydi va qishloq bo'mishga aylanamiz qolamiz. O'shaning uchun men buni albatta xohlamagan bo'lardim. Buni sizlar ham albatta xohlamagan bo'lardingiz. Sababi meni bo'mish bo'lib qolishimni albatta lekin ba'zi bir negativlar xohlashi ham mumkin, lekin asl obunachilarim meni bo'mish bo'lishimni xohlashmaydi. Oppani hammasini ekib tashlaymiz va buni biz merga olib borishimiz kerak. Grif, mer, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Uyga kelib ket. Bo'pti. Burni aytsang quloq ko'rsatadiganlaridek, menimcha bu gap rost bo'lsa ham kerak. Xo'p, mayli unaqa bo'lsa, hozir buni biz merga olib bormoqchi edim. O'zim merning uyiga hozir boraman. Shuning uchun hammasini hozir merga olib boramiz. Tushunmadim. Yashiklar, ham mayli. Assalomu alaykum mer. Va alaykum assalom. Grif, yaxshimisan? Yaxshi, o'zingiz qalaysiz? Yaxshi. Xo'sh, nimaga chaqirgandingiz? Xullas bitta ish bor. Xo'p, mayli, mana bu kartoshkani olib qo'ying. Xullas, kelin bitta ish bor. Xo'p, mayli. Qishloqqa kompyuterxona qurishing kerak. Yana qanaqa kompyuterxona? Men kompyuterxona qurmayman. Qurishing kerak, iltimos, sendan qurishing kerak. Yo, mayli, xo'sh, nima berasan o'rniga? Uni keyin bilasan. Kerak, bu yoqqa. Mayli, quraman, lekin albatta sovg'asi bo'ladi. Mayli. Xo'p, mayli. Unaqa bo'lsa qursak quramiz, sababi sovg'asi bor deyapti axir. Va mana bloklar, mana dekoratsiyalar hammasi yaxshi. Endi esa biz hozir mana bu ketmonimni uyga solib kelaylik, bo'lmasam xalaq berishi aniq, o'shaning uchun buni bu yerga solib ketganim yaxshi. To'g'ri, videoni cho'zishim mumkin, lekin nima ham qiladik? Eng yaxshisi, videoni o'tkazib bo'lmasdan ko'rsanglar juda ham yaxshi bo'lardi. Xo'p, unaqa bo'lsa mana bu yerdan ketmon, bolta va kirka, tushunmadim. Yer blok nima kerak bilmadim-ku. Mayli. Hoppana, hammasini bo'lamiz. Endi esa mana dekoratsiya blok narsalarni olib borish kerak. Mana buz bo'lmasam, cho'ta yomon ko'p vaqt ketyapti. Hop, qani, adam o'zidan nima chiqdi? Nima? Bazulka? Menimcha buni nima bo'ladi? Cho'ntakka solib qo'ygan yaxshi. Yo'q. Albatta nima bo'ladi? Askarlar kelib meni olib ketishmasin. O'shaning uchun hozirgina mana bu yerga jamgina solib qo'yganim yaxshi deb o'ylayman. Hoppana, va endi esa mana bu yerga hozir qurishni boshlaymiz. Men unchalik ham mohir usta emasman, lekin qurishga harakat qilaman. Axir albatta bir narsa berish kerak mer, o'shaning uchun. Lekin o'zimizga ham yaxshi do'stlarimiz mazza qilib kompyuter o'ynashadi. Oratora men ham o'ynab turaman. Yaxshi bo'ldi, lekin uyimdagi notebook'im juda ham eski. Lekin mana bu mashinaga to'g'risi nimaga turganidan hayron qoldim. Tushunmadim. Mana bu yerdagi tomorqam qani? Menimcha aniq ekkandim. Videoni orqaga bemalol qaytarib ko'rsanglar bo'ladi. Men buni aniq ekkandim. Mayli. Minecraftda nimalar bo'lmaydi deysizlar. Xo'p, hammasini tez bitirsak juda ham yaxshi bo'lardi. Sababi nima bo'ladi? Juda ham qarab ko'p ish qilish kerak. Ichini dekoratsiya degandek. Bo'ldi, mana yerni cho'tga qilib oldim. Endi esa mana bu yerlarni qurishni boshlasam ham bo'ladi. Xo'p, mana bu yerdan sekin uppa 4 ta blok qilamiz va Jinurson oyog'im. Xo'p, oppana, mana bu yerga esa endi taxtalar. Lekin mana bu qanaqa blok bo'ldi? Menimcha bu tekis blok, lekin buni nimaga ishlatishni bilmadim-ku. Balkim polga ishlatarmiz, lekin polga juda ham zo'r turadi. Menimcha zo'r tursa kerak. Mana unaqa bo'lsa, mana bu yerda oppana qilib tezroq qurishni bitirib olsam, mazza qilib dam olardim uyda. Aytgancha, albatta sizlar kanalimizga obuna bo'lishni va videoga like bosib qo'yishni unutmanglar. Sababi biz tezroq 1000 ta obunachiga erishmoqchimiz. To'g'risi juda ham aktivim tushib ketgan bilaman.
balkim bir kuni ko'tarib qolar, lekin to'g'risi nima desam bo'ladi, mani motivatsiyam tushyapti. Sizlar lekin shunaqa zo'r kontentga haligayam like bosmagansizlar. Mayli. Kerak bo'lsa bemalol so'rash mumkin. Xo'p, mayli mer. Yo'q. Obunachilar xullas, eshiklar hammasini olishga to'g'ri keldi. Mana bu bizning kompyuter xonada juda ham katta bo'ldi. Qo'limdan kelgancha juda ham zo'r qilishga harakat qildim va menimcha zo'r bo'ldi degan umiddaman. Endi esa mana bu yerga mana eshiklarni qilamiz va mana bu katta eshikni mana bu yerga qilish kerak. To'g'ri, hozir juda ham nima bo'ladi, motivatsiya yo'q odamga o'xshab gapiryapman, sababi juda ham charchadim. Iltimos videodan chiqib ketmanglar. Axir men ham odamman. Axir men ham charchayman, to'g'rimi? Ha, to'g'ri. Topmaylar unaqa bo'lsa, mana bu yerda endi kompyuterlarni hammasini qo'yib chiqish kerak. Yana bir marta eslatib o'taman, kanalimizga obuna bo'ling va videoga like bosing. Xo'p, endi mana bu lampalarni mana bu chekkalarga qo'yib chiqsak, menimcha juda ham ideal va nima bo'ladi, juda ham zo'r chiqqan bo'lardi. Mana buni esa qo'ymaganim yaxshiroq. Endi mana buni oppani qilib ulab chiqish kerak. Endi oppani va endi mana bu yerga qo'yamiz va bo'lsak, yonyapti. Juda ham yaxshi. Endi esa biz mana bularni mana yerga solib, endi biz bu yerdan nima desam bo'ladi, mana bu yerga shunaqa xullas odam boshlig'im o'zim o'tiradigan joyni qilishim kerak. Ha, bu yerga menimcha o'zim boshliq bo'lsam kerak. Menimcha stolchik menimcha nima desam bo'ladi, yetmasa kerak o'zim uchun. Ha, mayli. Unaqa bo'lsa mana bu yerga mana bunday qilib stollarni qo'yib chiqamiz, oppani va juda ham yaxshi. Xo'p, mana endi esa mana stolchiklarni qo'yib chiqish kerak. Juda ham yaxshi. Oppani va oppani parkour qilib ketamiz. Bizga farqi yo'q. Axir bu Minecraft. Menimcha chang bo'lmasa kerak, endi bilmadim. Tag'im chang bo'lsa kerak, bilmadim. Lekin nima desam bo'ladi. Xullas shunaqa gaplar o'zi tushundinglar. Nima deyishni ham bilmadim. O'zim to'g'risi. Mayli, oppani mana bu yerga esa endi caselarni oppani juda ham yaxshi. O'zi qanaqa ekan? Mana ichini bitta ko'ringchi. Nima? RTX 5040. Qo'yil, merni ham shu paytlari puli juda ham ko'payib ketgan, dovdirib qoldimi bu kompyuterga? Qo'yil, lekin nima desam bo'ladi? Menimcha case 2 da bemalol 120 FPS bersa kerak, yana bilmadim. To'g'risi unchalik ham o'zim ham kompyuterni tushunmayman. Endi mana bu yerga monitorlarni qo'yib chiqish qoldi xolos. Mana bu yerga qo'ymaslikni tavsiya bergan bo'ladim. Ya'ni nima desam bo'ladi, baribir mana bu rezetga turgan yerga baribir mana bu yerga qo'yilmas edi. O'shaning uchun yo'q. 6 ta yana bu nima bo'ldi? 6 ta axir. Yo'q. 6 ta nima desam bo'ladi? Jennerson. Xo'p, kelinglar, mana bu yerga ham kompyuterlarni qo'yib chiqamiz. Oppani, mana bu yerga esa case va mana bu yerga yana monitor. To'g'risi boyatdan beri bitta ishni takrorlayverish o'zimga ham yoqmay ketdi. Mayli, nima ham qilardik? Mana buni sal qiyshiq qilib qo'ysak juda ham yaxshi bo'lardi. Sabab kirgan odam ideal ekan deb menimcha kompyuter xonadan chiqib ketmasa kerak. Bilmadim. Endi esa mana bu yerda soat bor ekan va budilnik nima kerak bo'ldi? Menimcha vaqtni ko'rib o'tirishga bu ham, ya'ni vaqt tugagan paytda odamlarning chiqishi boshlanadi. Endi esa mana bizning kompyuter xona tayyor. O'zingiz bitta baho bersangiz bo'ladi. Endi esa biz merni chaqirib kelishimiz kerak, albatta. Endi mana bu kompyuterlardan bittasini so'rasam ekan. Mayli. Mer, kompyuter xona tayyor. Nima tayyormi? Tayyor. Mana kompyuterdan bittasini olsam maylimi? Bemalol. Rostdanmi? Rostdan. Qo'yil, rahmat. Arzmaydi. Endi esa agar cho'tki qilib qurib bergan bo'lsang, senga bir nima aytaymi? Xo'p, aytingchi. Aytmayman hozir. Hammasini ko'rib bo'lgandan aytaman. Xo'p, mayli. Mana bu instrumentlarni hammasini oling va mana bularni ham oling. Xo'p, mayli. Unaqa bo'lsa, qani ketdik. To'g'risi, boyatdan beri men buni intizorlik bilan kutayotgandim. Mayli, qani mer unda yuring. Xo'p, qani ketdik. Mer yopib ketdingiz meni. Juda ham to'g'risi shoshilyapman. Xo'p, qani ketdik mer. Mana bizning kompyuter xona. Wow, Jennerson. Yo'q, eshikni qiyshaytib yubordingizmi? Mer, eshik. Mayli.
mer qalay chiqdi. Vau, bularni zo'rligini mer. Mer qanaqa manga oxir mer. Krefu juda ham zo'r chiqdi. Rahmat. Senga rahmat. Kel endi men senga syurprizini ko'rsataman. Aytgancha syurpriz. Da bu yoqqa kel. Aslida mana bu Bamba sen uchun edi. Nima? Tushunmadim. Mer, bu meniki edi. Bu seniki dedi. Jin har doim ham nima desa bo'ladi. Yaxshi odam bo'lish ba'zi bir paytlarda senga omad olib keladi va yaxshilik. To'g'ri aytasiz. Mer sizga rahmat. Arzimaydi. Juda ham zo'r chiqdi kompyuterxona. Jin kutilmagan joydan keldi qo'yil. Endi bu Bamba bizlarniki. Qani sekin tilshanib olamiz. Endi esa biz hozir bunga minib ko'ramiz. Qani oppo o'chamiz va juda ham zo'r. Opponi mana o'tib oldi. Endi esa sekin orqaga sekin yurish qoldi. Qana sekin yo'ma-yo polizimni ham dablash chiqardim. Mayli, keyinroq hammasini cho'tki qilib olaman. Endi esa sekin orqaga yo'ma-yo. Minecraft baglari bo'lyapti. Mayli, sekin chapga o'ngga burilamiz. Hoppana, bu yerdan endi astalik bilan chiqib olish kerak. Nima qilyapman? Endi esa orqaga zadniy qana mana bu daraxt bilan qirib olmayman degan umiddaman. Qana sekin ana chiqib ham oldik. Void drift qilishini buni. Qo'yilgan asfaltogina. Sizlarga aytdim, men Bamba fanatiman. Boyam aytgan bo'lsam kerak, yana bilmadim. Men Bamba fanatiman. Bilmadim, Mersini qaysi odam yaxshi ko'radi. Lekin o'g'lashlarim ichidan ham nerslar topilib qolishi mumkin. Lekin menimcha Bambachilar ko'p. Qani sekin o'pinni qani yo'q-ma-yo'q. Nima qildim? Yo'q. Mashinani chiqmaydigan joyga ham tiqib yubordik-ku. Mayli, menimcha baribir bu ismida axir bu Bamba. To'g'ri, Mers katta bo'ladi mashina deyshadi. Qani unaqa bo'lsa mana bu yerga kalitni solib qo'yamiz. To'g'ri, Mers katta bo'ladi mashinasi, lekin Bamba didi borlarning mashinasi. Qani mana notebookimni solib qo'yaman mana bu yerga. Jinsin. Qani endi esa mana bu nega kompyuterni va vau, endi esa mana bu stolni qayerga qo'ysam ekan? Tak. Menimcha uyimning ichiga bu stol kerak emas, o'shaning uchun tashlab bermayman. Kelinglar, mana bu yerga hoppana qilib qo'yamiz, juda ham yaxshi. Mayli, barcha-barchaga unda qolsa. Xayr, keyingi videolarda uchrashguncha barcha-barchaga xayr. Kanalga obuna bo'lishni va videoga like bosishni unutmang. Clima perfeito, noite enluarada. Esse é o bolzinho, é o prato da putaria. Passa na capital.